har haftasiga bitta tadbirkor bilan uchrashuv o'tkazishimiz kerak. Ismi muvofiq bo'lib, fanni muvofiq bo'lib, korporativ biznes buyurtma registratsiya va tahlil qilish bo'limida yetakchi menejer lavozimida ishlayman. Bitta joydan xotira olasiz. Hozir qo'yamiz. Demak, 2025-yil 14 fevralda boshimizda 14 fevraldagi 62 sonli prezident qarori imzolandi. Ushbu qarorga asosan Alfa-bank Tayanch yoshlar banki deb e'lon qilindi. Qarorga asosan bizda yoshlar biznes dasturi joriy qilindi. Dasturga asosan bizda ikkita kredit mahsulotimiz joriy qilindi. Dastlab har bir tumanga bankning malakali mutaxassislari biriktirildi va o'sha tumandagi yoshlar o'rgandi. Agarda kredit olish imkoniyati bor, tadbirkorlik qilish istagini bildirgan yoshlarimizga o'sha imtiyozli kreditlar berildi. Agar tadbirkorlik qilish istagi bo'lmagan yoshlarimizga esa ish bilan ta'minlash choralari ko'rildi. Demak, bizda imtiyozli kreditlar o'sha birinchi biznesga birinchi qadam deb nomlangan kredit mahsulotimiz mavjud, ya'ni 18% dan 7 yil muddatga. Bundan kimlar foydalana oladi? 18 yoshga to'lgan, 30 yoshdan oshmagan, ijtimoiy soliq to'lagan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, ya'ni 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lish kerak, ishsiz yosh bo'lish kerak. O'sha o'zini band qilgan 72 ta faoliyat turlari bor. O'sha faoliyat bo'yicha o'zini band qiladi, o'sha faoliyatga doir narsalarni ola olish mumkin. Aytaylik, tikuvchilik sohasi bo'yicha o'zini band qiladi, tikuvchilikka doir narsalar olish mumkin. Ya'ni tikuv mashinka, material, to'g'richoq, aviablok shunaqa narsalar olish mumkin. Bu kreditimiz muddat 7 yil muddatga 2 yilgacha imtiyozlar beradi. Ya'ni asosiy qarzdan 2 yilgacha imtiyozlar. 2 yil davomida siz faqat foiz to'lovlarini amalga oshirib turasiz. Agarda kimning faoliyati mavsumiy xarakterga ega faoliyat bo'ladigan bo'lsa, 3 oygacha foizdan imtiyozlar beramiz. 3 oy davomida hech qanday to'lovlarni amalga oshirmaydi, 3 oydan boshlab foiz to'lovlarni amalga oshiradi. Bu biznesga birinchi qadam deb nomlangan kreditimiz edi. Keyin yoshlarimiz uchun yakka tartibdagi tadbirkor va yuridik shaxs tashkil etgan holda tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan yoki tadbirkorlikni rivojlantirmoqchi bo'lgan yosh tadbirkorlarimizga ham kreditlarimiz mavjud. Bu kreditimizni muddati xuddi ijtimoiy shaxslarnikidek 7 yilgacha 18% dan beriladi, 2 yilgacha imtiyozlar beriladi. Faqat buni talablari bor, ya'ni ishchi o'rni talabi bor. Yakka tartibdagi tadbirkor sifatida kredit olmoqchi bo'lsa 5 yilgacha 3 ta ish yaratib berish kerak. MCHlarga, ya'ni yuridik shaxs sifatida tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan yoshlarimizga 20 ta ishchi o'rni talabi bor. Tumandagi barcha malakali mutaxassislarimiz bor. O'sha tumanda tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan yoshlar o'rganadi, dastlabki monitoring qiladi. Dastlabki monitoringda o'sha faoliyatni amalga oshirish uchun shart-sharoitlar bormi o'rganiladi. Agarda kredit tariflari yaxshi bo'lib, biz scoring talablarimizdan yaxshi o'tsa, 3 bank ish kunida kreditlar chiqadi. Kimda nima savollar bor? Ko'p vaqt olmaymiz. Sizlarga dedingiz-ku, chiqarmadi. O'shanda yakka tadbirkorlik degan narsalar bormi? To'g'ri savol berdingiz. Uchinchi garov ta'minotiga agarda o'zini band qilib olaman desa, sug'urta ta'minoti bilan olsa bo'ladi, 100 milliongacha. 100 milliongacha beriladi. Sug'urta kafil hech qanaqa so'ralmaydi, sug'urta ta'minot bo'ladi, sug'urta polis. Agarda yokida siz sug'urtani tanlamasdan kafil bo'lsangiz ham bo'ladi. Shu shaxs kafilligi. Shu shaxs kafilligida talablari bor. Doimiy daromad manbayiga ega bo'lgan, ya'ni o'sha oylik oladigan 6 oy davomida uzluksiz oylik olib bo'lishi kerak. Agar siz kafilingiz bo'lmasa, sug'urtadan foydalanish. Faqat yosh chegarasini tanlab, 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lishi kerak. Bu tadbirkorlik faoliyati bo'lishi shartmi? Yo'q. O'zini band qilib olmoqchi bo'lsa, yangidan tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan yoshimiz bo'lsa ham, sharoiti bo'lsa bo'ladi. Milliy bankdan oldim. Ha. Mendan Niderlanddan oldim deganda, degan narsa yo'q. Ularda o'sha aynan bitta tadbirkorlik bo'lishi shart emas. O'shaning uchun so'rayapman. Yo'q, bizda ham shu shunday o'zini band qilib o'sha faoliyat yangidan qilsangiz ham buni berib olib bo'ladi. Xohlasangiz yakka tartibdagi tadbirkorlik ochib turib qilsangiz ham bo'ladi. Faqat ishchi o'rni talab bor shu. Foiz stavkalari bir xil. Yana kimimiz bor? Sizga kartaga faqat. Savollaringiz yo'qmi boshqa? Rahmat.